Assalomu alaykum qadrli do'stlar, navbatdagi mavzuyimiz oqsil biosintezi to'g'risida bo'ladi. Bu mavzuyimizni to'liq o'zlashtirish uchun siz albatta hujayraning qismlari, biomolekulalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz shart bo'ladi. Biz mavzuni boshlaymiz. Oqsil biosintezi albatta masala ishlashda DNKda yoki RNKga doir, nuklein kislotaga doir masalalarni ishlashi asqotadigan mavzu. Shuning uchun yaxshilab o'rganib olishingizni niyat qilgan holda yaxshi niyatda boshlaymiz. Oqsil biosintezi matritsali sintez hisoblanadi. Matritsali sintez deganda irsiy axborot asosida sintezlanadigan jarayon hisoblanadi. Qaysi molekula agar irsiy axborot asosida, ya'ni DNK, RNK asosida sintezlansa, o'sha jarayonga biz matritsali sintez deymiz. Oqsil biosintezi xuddi shunaqa jarayon hisoblanadi. Ya'ni buni sintezda irsiy axborot, nuklein kislota ishtirok etadi. Xuddi shuning uchun bu jarayonni nima deymiz? Oqsil biosintezi, matritsali sintez deymiz. Masalan, fotosintez matritsali sintez emas, chunki unda irsiy axborot ishtirok etmaydi. Oqsil biosintezini tasavvur qiling, bitta oqsil molekulasi yoki polipeptid molekulasi, aytaylik 5 molekulali polipeptid molekula deylik. Bir dona molekula turibdi doskada. Demak, aminokislotalardan 5 ta aminokislotadan iborat bir dona molekula turibdi. Aytaylik, buni metionin aminokislotasi yoki lizin aminokislotasi, keyingisi glitsin aminokislotasi, keyingisi serin aminokislotasi, misol uchun asparagin aminokislotasi. Xullas, mana shu aminokislotalardan iborat bir dona 5 aminokislotali bitta polipeptid molekula, bitta oqsil molekulasi deb tasavvur qilaylik. Mana shu bitta molekula turibdi doskada. Mana shu molekula qanday qilib hujayrada sintezlanadi? Doimiy sintezlanib turadi. Mana shu molekulaning sintezlanish jarayonini ko'ramiz, ya'ni oqsil biosintez jarayonini ko'ramiz. Bir molekulasi qanday sintezlanadi? Misol uchun bu insulin oqsili bo'lsin. Insulin oqsili biz bilamizki, oshqozon osti bezini Langerhans o'rolchasi degan qismidan sintezlanadi. O'sha bir dona hujayrada bir dona molekula qanday qilib sintezlanishini ko'ramiz. Buning uchun keling, oqsil biosintezda ishtirok etuvchi hujayraning qismlari yoki molekulalar hammasini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda yadro ishtirok etadi. Hujayrani yadrosi ishtirok etadi. Sitoplazmasi ishtirok etadi. Yoki fermentlar ishtirok etadi. Oqsil biosintezda fermentlar ishtirok etadi. Fermentlardan ham helikaza ferment ishtirok etadi. Helikaza yoki transkriptaza fermenti ham ishtirok etadi, yoki boshqa fermentlar ham ishtirok etadi o'zi. Transkriptaza yoki boshqa fermentlar ham ishtirok etadi. Bir qancha fermentlar ishtirok etadi. Fermentlardan tashqari DNK ishtirok etadi, ya'ni dezoksiribonuklein kislotasi ishtirok etadi. Shuning uchun bu matritsali sintez o'zi bu jarayon yoki RNK ishtirok etadi. Va biz oqsil biosintezni to'liq tushunish uchun albatta eng muhim narsa gen nimaligini tushunishimiz kerak. Gen va yana kod nimaligini, kod, antikod, mana shu tushunchalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lsak, oqsil biosintezni oson, to'liq, mukammal o'rganib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keling, fermentlar bularni jarayonda hammasi ishtirok etadi jarayonda. Hozir sizlar bilan RNK ning qismlari, ya'ni necha xil RNK bo'ladi, xillari, RNK ning xillari, kod, antikod haqida gaplashib olamiz yoki gen haqida. Keyinchalik oqsil biosintezi jarayonini boshlaymiz. Hozircha demak RNK haqida tanishib olamiz. Yana bitta organoid qolib ketdi. Asosiy organoidlardan biri ribosoma. Ikkita yassalashgan tanachadan iborat bo'ladi, bilamiz.
Ribosoma mana shu bir dona ribosoma hujayrada uchraydi. Bir dona ribosoma ikkita yassilashgan tanachadan iborat bo'ladi. Bu hozir ikkita ribosoma degani emas. Bir dona ribosoma. Ribosoma ham ishtirok etadi. Bir dona ribosoma ishtirok etmaydi. Oqsil biosintezi jarayonida bir nechta ribosomalar ishtirok etadi va ular polisomalar yoki poliribosomalar deyiladi. Biz bir donasini ko'ramiz, chunki bir dona oqsil molekulasining sinteziga bir dona ribosoma qatnashadi, bir dona. Agar bir nechta, albatta oqsil bir molekula sintezlanmaydi. 100 minglab molekula sintezlanadi va tabiiyki bularga shuncha ribosoma ishtirok etadi va ular poliribosomalar deyiladi. Biz bir donasi misolida ko'rib chiqamiz. Endi qarang, RNKni demak boshlaymiz. RNK ribonuklein kislota 3 xil bo'ladi. Informatsion RNK degani demak informatsiya saqlaydigan RNK bu. Keyingisi ribosomial RNK. Ribosomial RNKmiz ribosomani tarkibida bo'ladigan RNK. Biz ribosomani o'qiganmiz 50%, ya'ni teng miqdordagi oqsil va teng miqdordagi nuklein kislotadan iborat, ya'ni RNKdan iborat bo'ladi o'sha. Demak, ribosomial RNK ribosomani tarkibida tuzilma vazifasini bajargan holatda uchraydi. Va keyingisi transport RNK. Har bitta RNK o'z nomi bilan o'z joyida uchraydi. Masalan, transport RNK transport vazifasini bajaradi. Ribosomial RNK ribosomada uchraydi. Informatsion RNK informatsiya saqlaydi. Informatsion RNKni matritsa RNKsi desak ham bo'ladi. Ya'ni matritsa vazifasini bajarib beradi bizga. Shuning uchun matritsa RNK ham deyiladi. Informatsion RNK xuddi shunday holatda bo'ladi. Demak, bunda nukleotidlar ketma-ketligi joylashgan. Spiral, hamma RNK bitta zanjirdan iborat bo'ladi. Ribosomial RNK albatta juda ham spirallashgan holatda, tuzilma holatda uchraydi. Ya'ni mana shu ribosomada 50% qismini egallagan holatda uchraydi bu ribosomial RNK. Transport RNKning vazifasi ham muhim. Bu beta bargini eslatganligi uchun bizda yana bitta nomi beta bargi ham deyiladi. Va shunaqa holatda bitta zanjir uchraydi. Bu ham albatta nukleotidlar ketma-ketligidan tuzilgan bo'ladi. Vazifasi transport, ya'ni aminokislotani ribosomaga olib borish vazifasi. Transport vazifasini bajarib beradi. Har bitta RNKning vazifasini albatta yodlab oling, tushunib oling. Bu jarayonni ham ko'ramiz albatta. Endi informatsion RNK demak DNKdan sintez, hammasi o'zi DNKdan sintezlanadi. Informatsion RNKmiz DNKdan sintezlanib oqsil biosintezi to'g'risidagi informatsiyani o'zida saqlaydigan RNK hisoblanadi. Bu tuzilma vazifasini bajaradi, bu transport vazifasi. Xo'p, ko'rdik. Endi kod va antikod haqida gaplashib olaylik. Keling, hali RNKni necha foizdan uchrashini aytaylik. Hujayrada transport RNK, ribosomial RNK, bu RNKlar haqida ma'lumot berilgan. Masalan, transport RNK hujayrada necha foizga uchraydi desa, 15% gacha transport RNK uchraydi. Ribosomial RNK 80% uchraydi. Qolgan 5% tabiiyki hujayrada informatsion RNK hisoblanadi. Demak, 15% gacha hujayrada barcha RNKlarni uchrash miqdori bu. Demak, eng ko'pi ribosomial RNK hujayrada ko'p uchrab turar ekan. Ana endi transport RNK o'rtacha 80 ta nukleotiddan iborat degan ma'lumotimiz ham bor. Transport RNK hujayrada 80 ta nukleotiddan tuzilgan bo'ladi, o'rtacha albatta. Keyin transport RNKda yana bulardan ribosomial RNKda ham bo'lishi mumkin. Hozircha darslik kitobimizda berilmagan, lekin transport RNKda aytilganki, vodorod bog' ham o'zida saqlaydi. Ya'ni mana unaqa shaklga kelib qolishi, beta bargi shaklini egallashiga sabab mana bu yerlarda vodorod bog'lar hosil bo'lganligini sababi.
transport RNKda vodorod bor bo'lishi mumkin. Ribosomal RNKda ham bo'lishi mumkin, lekin darslik kitobimizda ma'lumot berilmagan. Informatsion RNKda vodorod bor saqlanmaydi deb olamiz. Ana endi kod va antikod. Kod nima, antikod nima? Aminokislotalar sonini biz bilamizki, oqsil, barcha oqsilimiz bor yo'g'i 20 xil aminokislotadan tuzilgan. Barcha oqsilimiz 20 xil aminokislotadan tuzilgan. 20 ta demayapman, 20 xil deyapman. Masalan, 100 ta aminokislotali bo'lishi mumkin, 200 ta, minglab aminokislotali bo'lsin, farqi yo'q, baribir ham 20 xil aminokislotadan tuzilgan bo'ladi. O'sha 20 xil aminokislotamizda demak maxsus jadval bor, o'shanda yodlab olasiz. 20 xil aminokislotamizda biz nukleotid orqali ifodalanishimizga genetik kod desak bo'ladi. Nukleotidimiz bilamiz necha xil? 4 xil. Adenin, guanin, sitozin, uratsil. Nimaga timin ishlatilmadi hozir? Chunki kod va antikodda timin nukleotidi ishtirok etmaydi. Adenin, guanin, sitozin, uratsil. Sababi bu kodlar RNKda bo'ladi, DNKda bo'lmaydi. RNKda bo'lganligi uchun uratsil qatnashadi. Demak, biz 4 xil nukleotid orqali, masalan, adenin, guanin, sitozin, uratsil bular nukleotidlar bilamiz. Shu 4 xil nukleotid orqali 20 xil aminokislotani ifodalaydigan bo'lsak, bu genetik kod bo'ladi. Masalan, men sizga aytayapmanki, adenin, uratsil, guanin, AUG, mana shu kod, bitta kod. Bu qaysi aminokislotani ifodalab turibdi desa, metionin aminokislotasini ifodalab turibdi. Ya'ni metionin aminokislotasining kodi adenin, uratsil, guanin ketma-ketlikda bo'ladi. Siz hech qachon shu 3 ta nukleotid ekan-ku, uratsil, adenin, guanin demang, u ham metioninmi demang, u xato bo'ladi. Aynan shu ketma-ketlikda nukleotid joylashsa, bitta aminokislotani ifodalaydi. 4 xil dedik hozir, 4 xil, lekin 4 ta demadik. 4 xil nukleotid orqali, lekin 3 ta bo'lsin. Shu 4 xil nukleotiddan 3 tasi orqali bironta aminokislotani ifodalasak, bu kod bo'ladi, juda ham oson. Ya'ni to'liq ta'rif beramiz genetik kodga. Genetik kod bu 20 xil aminokislotani 4 xil nukleotid orqali ifodalanishiga aytiladi yoki 4 xil nukleotid 3 ta nukleotid. E'tibor bering. 4 xil, lekin 3 tasi bilan ifodalaymiz. Shu genetik kod bo'ladi. 4 xil nukleotiddan 3 tasi. Ana endi masalan, bu metionin yoki aytaylik, keling mana shu yerga yozib qo'yaylik. Metionin aminokislotasining kodi adenin, uratsil, guanin. Masalan, adenin bo'ladigan bo'lsa, bu lizin aminokislotasining kodi bo'ladi. Yoki guanin deydigan bo'lsa, glitsinning kodi bo'ladi. Adenin, guanin, uratsil bo'ladigan bo'lsa, serin aminokislotasining kodi yoki guanin, adenin, uratsil bo'ladigan bo'lsa, asparagin aminokislotasining kodi. Qarang, doskada nechta kod turibdi? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta kod. 5 ta aminokislotani ifodalayapti. Umumiy kodlar soni 64 ta kod bor. Umumiy kod soni 64 ta. Kod haqida gaplashyapmiz hozir. Kodlar soni 64 ta. Mana shulardan 61 tasi 61 tasi 20 xil aminokislotani ifodalaydi. 61 ta kod, 61 ta nukleotid demayapman, 61 ta kod 20 xil aminokislotani ifodalayapti. Bu degani, agar bitta aminokislotaga bitta kod to'g'ri kelsa, 20 ta kod bo'lishi kerak edi. Demak, bundan kelib chiqadiki, aminokislotani kodi faqat bitta bo'lmaydi. Ba'zilarida 4 ta ham bo'lishi mumkin, 2 ta ham bo'lishi mumkin, 6 tagacha kodi bo'lishi mumkin. Shuning uchun kodlar soni aminokislota sonidan ko'p bo'ladi. Ana endi demak 64 ta dedik, 3 tasi
aminokislotani ifodalamaydi. Bironta aminokislotani ifodalamaydi. Shuning uchun uchtasi stop kod deyiladi. Shu kodlardan, masalan, bu kodlarni yodlab olamiz. Uratsil, adenin, guanin, uratsil, guanin, adenin va uratsil, adenin. Mana shu kodlar keladigan bo'lsa, qaysi biri bittasi keladi. Mana shu kodni qaysi biri oksil biosintezida kelib qolsa, mabodo qaysidir biri oksil biosintezi tugaydi va bunga aminokislota olib kelmaydi transportering. Hozir jarayonda ko'rganimizda yana ham tushunib olasiz. Demak, kod aminokislota kelmagandan keyin oksil biosintez tugaydi. Lekin har qanday oksil biosintezda start kodi bo'ladi. Start kod u aminokislotani ifodalaydi. Bu kod metianin aminokislotasini kodi hisoblanadi. AUG bu start kod, metianin aminokislotasini kodi. Stop kod esa bu uchta kod, stop kod. Demak, umumiy kodlar soni 64 ta. 61 tasi ma'noli kodlar deyiladi. Ma'noli deyilishiga sabab aminokislotani ifodalaydi bular. Va uchtasi stop kod deyiladi. Bularni yodlab oling. Xuddi shu holatda yodlab olsangiz, oksil biosintezda hammasini ishlatamiz. Genetik kodga doir ma'lumotni tushunib oldik, albatta. Mana shu hammasi oksil biosintezda ishtirok etadi, ko'ramiz. Antikodchi deyilganda endi kodni tushundik. Xuddi mana shunga antikod bo'ladi transport RNKda. Qarang. Masalan, bu stop kodonni antikodi bo'lmaydi. Antikod kod soni 64 ta bo'lsa, tabiiyki antikod 61 ta bo'ladi. Chunki aminokislotalar antikod bilan bo'ladi. Qarang. Aminokislota emas, aynan transport RNK. Masalan, kod adenin, uratsil, guanin, AUG ni kod bo'lsa, antikodi komplementar asosda bo'ladi. Oddiy, oson. Adeninga demak uratsil, uratsilga adenin, guaninga sitozin demak antikod bo'lib qoladi. Masalan, lizin aminokislotasini kodi desa adenin, antikodi desa qiyimas uratsil bo'lib qoladi. Komplementar. Antikod transport RNKda bo'ladi. Antikod transport RNKda bo'ladi. Esimizdan chiqmasin. Kod informatsion RNKda bo'ladi. Qaytaraman, kod informatsion RNKda bo'ladi. Antikod esa transport RNKda bo'ladi. Bir-biriga komplementar holatda aminokislotani olib boradi. Kod va antikodlarni ko'rib oldik. Ma'noli kodlar 61 ta, uchtasi ma'nosiz, ya'ni aminokislotani ifodalamaydi, oksil biosintezi tugaganligini ko'rsatadi va bularni antikodi yo'q. Shuning uchun bular ma'nosiz yoki stop kodonlar deyiladi. Oksil biosintezini boshlaymiz. Hammasi ishtirok etadi. Oksil biosintezi ikkita jarayondan iborat. 1 va 2. Tasavvur qilamiz, mana shu qismni o'zi, mana shu oksilni o'zini sintezlamoqchimiz. Mana shu qismni o'zi bitta hujayra. Bitta hujayra deb tasavvur qilamiz endi. Hujayrada tabiiyki yadro bor va sitoplazma bor. Yadro, sitoplazma. Oksil biosintezi ikkita jarayondan iborat. Bitta jarayoni yadroda boradi, yana bitta jarayoni sitoplazmada boradi. Birinchi bosqichi transkripsiya. Birinchi jarayon bu. Oksil biosintezining birinchi bosqichi. Birinchi transkripsiya bo'ladi, yadroda bo'ladi. Ikkinchisi translyatsiya. Translyatsiya endi sitoplazmada boradi. Bu ikkinchi bosqichi. Shu ikkala bosqich shunday tugasin, qarabsizki, mana bu molekula sintezlangan bo'ladi. Demak, boshlaymiz. Transkripsiya hujayrani ichida demak DNK bo'ladi. Mana shu DNKni bilamiz.
DNK molekulasi. Transkripsiyani boshladik. Oqsil biosintezi boshlandi. DNK birinchi navbatda helikaza fermenti yordamida DNKning ma'lum bir qismi vodorod bog'i kesiladi va spirali yoyiladi. Tasavvur qilaylik, mana shuncha qismi, mana shuncha qismi yoyildi deylik. Mana helikaza fermenti vodorod bog'larini kesuvdi, shuncha qismi yoyildi. Mana u qolgan qismi spiral turibdi. Mana shuncha qismidan demak oqsil sintezlanadi. Va mana shuncha oqsil sintezga javobgar bo'lgan mana shuncha qismi bir dona gen hisoblanadi. Gen. Oqsil biosinteziga javobgar bo'lgan DNKning qismi gen deyiladi. Bu qismdan ham oqsil sintezlanadi, boshqa oqsil sintezlanadi. Shuning uchun bu ham boshqa gen hisoblanadi. Bunda kelib chiqadiki, DNKmiz genlardan tuzilgan ekan. Genga ta'rif beryapmiz bir yo'la. Oqsil biosinteziga javobgar bo'lgan DNKning qismi gen deyiladi. Qismi gen deyiladi. Tushundingmi? Xo'p, bu DNK birinchi helikaza fermenti yordamida vodorod bog'i kesildi. Xuddi shu qolip asosida endi informatsion RNK sintezlanadi. Xuddi shunga komplementar holatda. Tasavvur qilamiz, endi bu nukleotidi mana unaqa ketma-ketlikda aytaylik. Tasavvur qiling, keling aytib ketamiz hammasini. Misol uchun DNK ketma-ketlikni aytyapman. Timin, adenin, sitozin, timin, sitozin, aytaylik, timin, sitozin, adenin, sitozin, timin, adenin. Uzunroq qilamiz. 5 molekula oqsil 5 ta aminokislotali oqsil sintezlanishi kerak va aytaylik adenin, timin. Va shu ketma-ketlik DNKni bitta zanjiri bu. Keling bu zanjirni ham to'ldirib olamiz. Masalan, timinga adenin, timin, adenin, guanin, adeninga timin, sitozinga guanin, adenin, guanin, adenin va guanin, timin, adenin. Bu zanjir. Xolos, nukleotidlar mana shu ketma-ketlikda joylashgan deb tasavvur qilamiz. Va shu nukleotidlarga komplementar asosda shu qolip matritsa vazifasini bajaradi. Bu yerdagi transkriptaza fermenti yordamida mana bu yerlarda, masalan, yadroning ichida nukleotidlar ko'p bo'ladi. O'sha nukleotidlarni olib kelib, bir yig'ib, mana shunga ketma-ketlikda komplementarlik asosida informatsion RNK sintezlanadi. Masalan, timinga adenin, adeninga uratsil, bu timin yo'q-ku RNKda. Timinga sitozinga guanin, timinga adenin, sitozinga guanin, sitozinga timinga adenin, sitozinga guanin, adeninga uratsil, sitozinga guanin, timinga adenin, adeninga uratsil, adenin. Xuddi mana shunga komplementar asosda demak nukleotidlarni transkriptaza fermenti olib kelib RNK sintezladi. Va mana shu jarayon transkripsiya deyiladi. DNKdan RNKning sintezlanishi. Qaysi RNK? Bu informatsion RNK. DNKdan RNKning sintezlanishi transkripsiya. Bu jarayon yadroda boradi. Mana shuncha uzunlikdagi RNK bilan DNK bir xil bo'lishi kerak. Faqat bunda nukleotidlarni kattaroq yozganligimiz uchun sal uzundek ko'rindi, lekin ikkalasi bir xil uzunlikda bo'ladi. Ana endi RNK sintezlandi. Oqsil biosintezining birinchi bosqichi bo'ldi. Ikkinchi bosqichga o'tamiz, translyatsiyaga. Translyatsiya jarayonida nima bo'ladi? Yadroda teshikchalar bor.
yadrodagi teshikchalar orqali informatsion RNK sitoplazmaga chiqadi. Mana informatsion RNK sitoplazmaga chiqdi. Nukleotidlarni ham yozib qo'yamiz qaytadan. AUG AAA GGG mana guanin adenin guanin uracil guanin adenin uracil adenin aytaylik, mana shu RNK chiqdi sitoplazmaga. Endi translyatsiya jarayoni boshlanishi kerak. Mana bu sitoplazmada ribosomalar ko'p bo'ladi. Ribosoma informatsion RNKni oldiga keladi. Ikkita yassilashgan tanacha mana unaqa holatda keladi. Mana bu kichik tanachasi, bu katta, lekin bitta ribosoma bu. Tarkibida qaysi RNK bor edi? Ribosomal RNK bor edi. Bitta ribosoma keldi. Translyatsiya jarayoni boshlanadi. AUG kodi bu bildiradiki, endi transport RNKga buyruq beradi. Mana shu sitoplazmada transport RNK ham ko'p bo'ladi. Masalan, mana bu transport RNK, yana bitta transport RNK aytaylik, yana bitta transport RNK. Bular ham sitoplazmada ko'pgina bo'ladi. Mana shu transport RNKlarga buyruq beradi. Ya'ni AUG kodi albatta mana bu aminokislotalar ham ko'pgina bo'ladi. Sitoplazmada mana shular tabiiy holatda bo'ladi. Aytaylik, mana shuni metianin aminokislotasi, lizin aminokislotasi, keyingisi nima edi? Bunisini glitsin deylik, glitsin. 20 xil aminokislota bor bu yerda. Serin aminokislotasi, serin, keyingisi asparagin aminokislotasi, asparagin. Xullas, aminokislotalar ko'p turibdi. Mana bu kod demak buyruq beryaptiki transport RNKga. Bu metianinni kodimi? Metianin aminokislotasini olib kel deyapti mana shu yerga. Kod shuni aytyapti. Demak, transport RNKmizga buyruq ketdi. Transport RNKmizni ham hammasiga aytavermaydi bu buyruqni. Qaysi transport RNKki mana shu kodni antikodni o'zida saqlasa. Hamma transport RNKni mana bu qismi antikod qismi, mana bu qismi akseptor qismi. Bu qismi antikod. Aytaylik, tasavvur qiling, mana shunga antikod adeninga uracil, uracilga adenin va guaninga sitozin antikodi. Mana shu antikodi bor. Hammasida unaqa emas. Masalan, bunda boshqa antikod bor. Aytaylik, uracil antikodi bor. Bunisida aytaylik, sitozin antikodi bor. Xullas, xuddi shunaqa antikod saqlagan transport RNKga aytadiki, metianinni olib kel deyapti. Demak, bu nima qiladi? Metianinni akseptor qismiga yopishtirib oladi. Mana unda borib, bu olib bormaydi. Mana u boradi. Chunki buni antikodi buni kodiga mos kelyapti. Akseptor qismiga yopishtirib oladi, ribosomaga olib keladi. Transportu vazifasi ribosomaga olib keldi. Mana transport RNK ribosomaga, demak, bitta aminokislotani olib keldi. Mana bu aminokislotamiz metianin aminokislotasi. Bu kod bilan antikod, demak, kod va antikod komplementar holatda bo'lishi shart. Bitta aminokislota keldi. Va keyingisi mana bu kod nimani olib kelyapti? Bu kod demak lizin aminokislotasini olib kel deyapti. Buni kodi adeninida. Lizin aminokislotasini olib kel deyapti. Mana lizin. Kodi adenin. Lekin buni antikodni saqlagan transport RNK mana. Buni mana bu qismiga energiya sarflab yopishtirib oladi lizinni. O'zi bu kelib buni yopishtirib olib, buni ham olib boradi. Buni ham mana yana bitta transport RNKmiz. Ikkinchi aminokislotani olib keldi, bu lizin. Endi nima qiladi? Buni kodi uracil antikodi, kodi adenin.
Endi bu qarang, ikkita aminokislota keldi ribosomaga, bitta ribosomaga deyarli ikkita aminokislota sig'adi o'zi. Endi nima qiladi? Endi metianin aminokislotasini bunga beradi. Metianin aminokislotasini demak bunga beradi. Bunga mana bu qismiga metianinni yopishtirib oldi. Lizin joyida turibdi. Endi metianinni bunga yopishtirib, mana bu yerda peptid bog' hosil bo'ladi. Peptid bog' hosil bo'lsa, tabiiyki bitta suv molekulasi nima bo'ladi? Chiqib ketadi. Chunki bitta peptid bog' hosil bo'lishda bitta suv chiqib ketadi-yu, peptid bog' bilan suvning soni miqdori teng bo'ladi. Aminokislotasini demak bunga berdi mana. Va bu ketdi. Bu transport terenkamiz ketdi, joy bo'shadi. Metianin aminokislotasini lizinga qo'shib yubordi peptid bog' hosil qilib. Endi ribosomalar nima qiladi? Siljiydi narigi va ribosomalar sal nariyoqqa siljiydi endi. Mana bunaqasiga siljidi. Informatsion yerinki joyda turibdi, bu tomonga siljidi. Va mana bu kod nima deyapti? Guanin glitsin aminokislotasini olib kel deyapti. Glitsin aminokislotasini buni antikodini saqlagan mana bu transport terenka olib boradi. Mana glitsin. Kelib glitsinni olib ketib, mana bu yerga yopishtirib olib, yana olib boradi. Demak, yana transport terenka keldi. Albatta kodga antikod to'g'ri kelishi shart. Mana bu yerga demak aminokislota olib keldi bu ham. Bu qaysini olib keldi? Glitsin. Endi bu ham ikkala aminokislotasini peptid bog' hosil qilib bunga beradi mana. Bu metianin edi, bu lizin edi va bu glitsin. Bu ham endi ketib boradi. Uchta aminokislota уже bir-biriga qo'shildi va polipeptid sintezlanyapti, ko'ryapsiz-a? Yana shunaqa, yana ribosoma siljiydi, yana keyingisi kodga nisbatan olib boradi aminokislotani. Qarabsizki, 5 molekula bo'lgandan keyin mana bu yerga kelganda aminokislotani olib kel deyilganda transport terenka topilmaydi bunga. Ya'ni shunga antikod saqlagan transport terenka aminokislota ham topilmaydi, olib kelmaydi va mana shu joyda oqsil biosintezi tugaydi. Bitta kod bu stop kod. Oqsil biosintezi tugadi degani ribosoma ochilib ketadi. Oqsil demak sitoplazmaga chiqadi va mana u sitoplazmaga chiqdi deylik. Xuddi shunaqa holatda sintezlanadi. Agar oqsil biosintezi sizga murakkablik qilgan bo'lsa, videoni pauza qilib yoki qaytadan videolarni takror ko'rib, albatta yodlab oling. To'liq tushunib oling. Bunga doir masalada qiynalmaysiz. Osongina masala yechimini ishlasa bo'ladi. Endi e'tibor bering. Masalada nima kerak bo'ladi, qaysi jarayon kerak bo'ladi, nima qilishimiz kerak bo'ladi. Masalada so'raladigan narsa shu oqsilni sintezga javobgar bo'lgan RNKdagi nukleotidlar so'ralishi mumkin yoki DNKdagi nukleotidlar so'ralishi mumkin. Shu oqsil sinteziga javobgar bo'lgan genning uzunligi so'ralishi mumkin. Qarang, mana shu oqsil sinteziga javobgar bo'lgan DNKning shuncha qismi bu bitta gen ekan. Mana shuni sintezga javobgar bo'lgan DNKning qismi gen deyiladi. Ko'rdingmi? Genning uzunligini so'rasa, RNKning uzunligini topa olmaydi, DNKni toping. To'g'ri, RNK bilan DNKning uzunligi bir xil bo'ladi. Lekin masalan gendagi nukleotidlar sonini toping desa, RNKni topa olmaydi. RNK gen emas, DNK gen hisoblanadi. Mana shunga hushyor bo'lamiz. Endi qarang, biz o'zimizga qolib qilsak bo'ladi. Holat, jarayon, vaziyatni to'liq o'zlashtirdik. Endi o'zimizga qolib yasasak bo'ladi. DNKdagi nukleotidlar berilganda mana ikkita DNKning zanjiri. Birinchi RNK sintezlanadi-yu, RNKga o'tib olishimiz kerak. Masala ishlayotganda nukleotidlar yoki uzunlik. RNK berilganda aminokislota soni beriladi yoki aminokislota. Qarang, mana shu 3 ta narsa bizning masalaga kerak bo'ladi. Aminokislotasi masalan aytaylik 10 ta desa, nukleotidni topish uchun RNKdagi nukleotid
3 ga ko'paytiramiz 3 ga. Demak, bunda sarflangan nukleotidlar nechta? 30 ta bo'lgan. Haqiqatan ham qarang endi. 1 2 3 4 5 ta nukleotid aminokislota bo'lganda, uni sinteziga javobgar RNKda nechta nukleotid bo'lgan? 3 tadan 3 ga ko'paytiryapmizmi? Mana u 3 xuddi shuni anglatadi. Endi DNK ga o'tganda 2 ga ko'paytirib o'tamiz, 60 ta nukleotid. DNKdan o'z-o'zidan qarang. DNKdan aminokislotaga o'taman desangiz, nukleotidlar sonini 6 ga bo'lib yuborasiz. Aminokislotadan DNKga o'taman desangiz, ya'ni nukleotidga 6 ga ko'paytirib olamiz. RNKga o'tamiz desak, 3 ga ko'paytiramiz yoki 3 ga bo'lib aminokislotaga o'ta olamiz. Bu o'zimizga qolib, masalada hammasi kerak bo'ladi. Endi va peptid bog'i so'ralsa, peptid bog'ida bir raqamni minus qilamiz. Aminokislota sonidan DNK nukleotidlar sonidan bir raqamni minus qilib olmay, aminokislota sonidan, sababi peptid bog' aminokislotani orasida bo'ladi. 1 2 3 4 5 ta aminokislota bo'lsa, doim peptid bog' 1 2 3 4 ta doim bittaga kam bo'ladi. Peptid bog' 10 ta bersa, demak aminokislota 11 ta bo'ladi. Yoki aminokislota 10 ta bo'lsa, peptid bog' demak 9 ta bo'ladi. Xo'p, yana bu jarayonga kerak bo'ladigan narsa, stop kodon hisobga olinadimi, yo'qmi? Bu aminokislotani ifodalamadi-ku. Biz nimaga mana uni 3 ga ko'paytiryapmiz, aminokislotani hisobga olmayapmiz. Agar masalada hech narsa berilmagan bo'lsa, stop kodonni hisobga olmasdan ketaverasiz. O'zi stop kodon hisobga olinsin yoki olmasin deb o'zi aytadi masalada. Agar hisobga olinsin desa masalada, masalan, 10 ta aminokislota RNKdagi nukleotidlarni toping desa, 3 ga ko'paytirasiz-da 30 ni. Stop kod hisobga olinsin desa, mana shunga 3 ni qo'shib yuborasiz. 33 ta nukleotid bo'lib qoladi RNKda. Chunki bitta stop kodon bor-ku, mana biz stop kodonni hisobga olmovdik. Endi 33 ta bunga o'tganda 66 ta bo'lib qoladi. Stop kod hisobga olinsin desa, agar aytmasa olinmasin desa ham hisobga olinmasdan 3 ga ko'paytirib ketaverasiz. Agar hisobga olinsin desa, keyin 3 ni RNK ga qo'shib berasiz. Plus 3 ta nukleotid bu. Aminokislotaga hech nima qo'shib bermaysiz. Hech narsani ayirmaysiz. Xuddi shu holatda masalani yechimini ko'rsa bo'ladi va yechimi javobi chiqadi. Xo'p, har bitta mavzuga doir yoki darslik yoki qo'llanma yoki testlar Telegramimizdagi mana shu botga joylashtiriladi va yaxshi niyatda, yaxshi o'qishingizni niyat qilgan holda darsimizga yakun yasaymiz. Keyingi darsgacha ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.